Dasturimiz davom etadi. Navbatdagi lavhada Qoraqalpog'istonning janubiy g'arbiy tomonida Turkmaniston bilan chegarada joylashgan sirli hududlardan sanalgan Sariqamish ko'li haqida so'z boradi. Qadim moziyga yetaklaydigan bu manzilda hozirda deyarli aholi yashamaydi. Faqat ov mavsumida baliqchilarni uchratish mumkin xolos. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ustiyurt tekisligida joylashgan Janubiy Ustiyurt milliy tabiat bog'iga qarashli Sariqamish ko'lining taxminan 70% Turkmaniston Respublikasi, 30% O'zbekiston hududiga tegishli. Ko'rinishidan oxiri ko'rinmaydigan bu ob-hayot manbaining uzunligi 120, kengligi 40 km, o'rtacha chuqurligi 8, maksimal chuqurligi esa 40 metr. Havzasidagi jami suv hajmi taxminan 12 ming kub metr. Ko'l suvining sho'rligi sharqida 6-7%, g'arbida esa 12% ni tashkil etadi. Sariqamish soyligi tomon yaqinlashar ekansiz, namlik ortib, iqlim o'zgara boshlaydi. Uzoqdan ko'm-ko'k oxiri ko'rinmas ko'l ko'rinadi. May-iyun oylarida cho'l sohiliga yaqin hududlarda cho'l hududiga mos va xos bo'lgan gullar qiyg'os ochiladi. Namlik yaqin bo'lganligi sababli bu yerda saksovullar bo'yi ancha baland. Ko'lning Qoraqalpog'iston tarafida yiliga 200 tonna baliq ovlanib, 50 dan ortiq baliqchilar mehnat qilishadi. Hozir baliq tutish mavsumi bo'lmaganligi sababli baliqchilar maskani huvullab qolgan. 2018-yildan buyon aprel-iyun oylarida ko'lda baliq ovlash taqiqlangan. Avvallari ko'l atrofida aholi ko'p bo'lgan. Ular asosan baliqchilik, chorvadorlik bilan shug'ullangan. Lekin hozirda bu yerlarda deyarli hech kim yashamaydi. Aholidan eski uy xarobalari, qabristonlar qolgan xolos. Sariqamishdan chiqib Qoplonqir sari yo'limizni davom qildirarkanmiz, yo'lda qadimiy Qoratosh mozorini uchratamiz. Ma'lumotlarga ko'ra bu yerda 200 yillik tosh qabrlari mavjud.